bir bechora qalandar ekan. Hoji Muhammad ko'z yoshlari suvsiz ko'l ekan. Ko'ngli cho'ldan uzgan gul ekan. Gulga qarab xiyolga petib, to'zib ketgan g'irib cho'l ekan. O't ichida suvdek yalang'och, aynaklarda oydek yalang'och, ko'klamlarda bo'lib qarlag'och, perdelarni qiyo qayrag'och, ohu ko'zi tog'dan taqqa qichib yurgan jinim qarachach. Sunuq yingna yurikidiki, shu yingnaning quluqidiki, duttar chalgan nozik tinini, tambur chalgan bir tol jinini, satar chalgan mungluq qinini va usulchi sunaklarini, karvon qilgan muqam muqam bir bechora qalandar ekan. 2011 yili 13 yanvar Xotanda yozilgan.